Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Sog' salomatmisizlar? Biz bugun sirkuriyali choy ning shifobaxshlik to'g'risida suhbatlashamiz. Sirkuriy bu yovvoyi o'simlik. Siz uni ko'p uchratasiz. Sachratqi deyiladi o'zbek tilida. Sirkuriyning ildizi ham o'simlik qismi ham foydali hisoblanadi. Shuning uchun ham do'konlarga sirkuriy choyi tayyorlangan. Sirkuriy choyining tayyorlanishi kerakli mahsulotlar. Sirkuriy choyi, qaynoq suv 200 ml, limon 1 dona, asal tabga ko'ra. Ishning borishi: birinchidan sirkuriy choydan bir qoshiq olib idishga solamiz. Ustidan 200 ml qaynoq suv qo'yiladi. So'ng 10-15 daqiqa damlab qo'yiladi. Limon, asal tabga ko'ra qo'shiladi va aralashma hosil qilinadi. Kuniga 1-2 marta ichiladi. Eslatma: homilador, allergiyasi bor insonlar bundan mustasno. Faqat shifokor tavsiyasi asosida. Sirkuriy choyning foydali xususiyatlari shundaki, birinchidan jigarni tozalash. Jigardan zaharli moddalar, yod moddalarini chiqaradi. Ikkinchi, hazmni yaxshilaydi. Tarkibida inulin prebiotik modda juda ko'p bo'lganligi uchun yog'li ovqatlarni hazmini yengillashtiradi. Uchinchi, diabet uchun foydali. Qonda qand miqdorini pasaytiradi. To'rtinchi, qon aylanishini tartibga soladi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Biz bundan mamnun bo'lamiz.